Uchrashuvning 94-daqiqasi hakam tomonidan qo'shilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Hisob esa hamon 1-1. Bizda penalti tepish imkoniyati bor. Xo'sh, kim tepadi? Albatta Abbos. Hayajon bilan kutmoqda. So'nggi daqiqa. Zarba! O'zgartirdim o'zimni, atrofim yopmaganda, foyda yo'q boshqalarni ayblab o'zim oqlaganda. Yillar o'tib o'rgandim ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Endi boshlaganda, 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lganda. Ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim ishonmaydi. O'zing ko'taril, yulduzlar oldinga tusholmaydi. Bilaman ahvol og'ir, ham men ham o'tganman ko'changdan. Men ham jonimga tekkan, dimiqib yutganman ko'changdan. Nima ham o'zgaradi, lekin qamalib o'tirsang uchangdan. Men kurashaman oxirigacha, borim tutganman bu jangda. Kimsan, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan, qayta xonadon. Agar hammasi bo'lsa yomon, dunyoni o'zgartir boshlab shu xonadan. Gapni chekiyo, xohlasang shu yerda qol, bahona bor senga. Lekin yurganniki yo'l, dunyodan haqqingni ol, bu xona tor senga. Juda chiroyli uzatma. Zarba! Sen o'zmassan, o'zing bor seni. Bekorchimassan, o'zmasing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen o'zmassan, o'zing bor seni. Bekorchimassan, o'zmasing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba, men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish, sal ko'proq bilishga, ishni yaxshiroq qilish. Bu meni qonimda yurish, mayli ba'zan qoqilish, yiqilsa yana turish, o'zimga kelajak qurish. Bu meni qonimda emas, kunni bilan olish, kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'ch olish, harom haq olish, juda muhim eslash. Sen o'zmassan, o'zing bor seni. Bekorchimassan, o'zmasing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Sen o'zmassan, o'zing bor seni. Bekorchimassan, o'zmasing bor seni. Aniq maqsad va makoning bor seni. Harakat qilsang olov kabi qoning bor seni. Diqqat qilamiz. 94-daqiqa hisob 1-1.